Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir marta hurmatli qadrdonlar, obunachilar, kuzatuvchilar. Yaqinlarim efirda boya uni pishishini ko'rishga ulgurmadik, vaqt yetmadi. Boshqa hozir videoga davomli. Inshaalloh qaynab yotib pishib qoladi. Tuzini ko'rdim, yaxshi hammasi. Buni bolgarskiysi alohida laganga suzib olinadi. Sho'rvasi kosalarga suziladi. Hamma o'ziga bolgarskiysidan olib yeyveradi ekan. 20 ta 15 ta odamga yetadi mash. Ko'payib ham ketdi o'zi. Bularni ham qorni ochib ketdi. Hozir bo'ldi, pishib qoldi. 10 minutda pishadi. Voy, seni bitta ko'zingga nima bo'ldi? Qani menga qara. Bitta ko'z yumilib qolibdi mana. Bechara. Rosa qorni ochibdi bilan. Hozir inshaalloh pishib qoldi. 10 minutcha bor yana. 10 minutcha bor. Guruchidan bildim dedi, mana ustida. Endi mana tegiga qarab turganlari pishib ketgan. Lekin mana tepaga qarab qo'ygan guruch turiyroq baribir. Muncha tursin yana. Bolgarskiyimiz ham tayyor bo'ldi. Mana mushular ham endi xotirjam bo'lishadi. Mana. Mana. Bitta ko'ziga nima bo'ldi buni, bechara? Nima bo'ldi seni ko'zingga? Shuncha ovqat qilib qo'ydi. Hech kim yo'q. 3 ta odamimizni kim yeydi endi buni? Tayyor, buni suzish qoldi. Buni faqat suzish qoldi. O'zimizga yeb qolganini qo'shnilarga eson qilib tarqatib yuboramiz agar hech kim kelmasa, boshqa iloji yo'q. Qo'shnilarga ehson qilamiz. Ke, jonivor. Ay, bechara qonday ochib ketibdi. Kesini olib beraymi sizlarga? Azbilarga olib ber. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Hozir endi buni sho'rvasidan suzib olinsa kosaga bo'ldi. Yaxshi mazasi, alhamdulillah. O'xshadi. Pastda 4 kishi bor ekan. Pastda 4 kishi bo'ldi. Kosa olib kelding. O'shanda sekin olib yorilib ketyapti. Bir chiroyli suzing menga. Mana chiroyli suzamiz. Okay. Buni biz yeymiz, yorilib ketsa, mehmonlargani yaxshi butunidan qo'yib. Yorib daddalasini chiqarib tashlaydi. Sho'larni suzganda olib tashlayapsan. Men butun oldim, sekinroq ol. Mehr bilan qilgan har bitta ishni. Doim mehr bilan qilgan. Ya bu kosaga sho'rva suziladi. U faqat bolgarskiysini olib berdi. Ya bo'ladi mana. Sho'rva qo'rib o'tiradi. Bo'pti, o'zing bilasan. Omar. Ustiga ko'kat to'g'ri bor xolasi. Ana bular ham yeyishyapti go'shidan.
Malgaskina. Yevriydi, yevriydi. Yevriydi. Bularning rizqini Alloh bizning oldimizga sochib qo'ygan. Mana ovqatimiz tayyor bo'ldi, alhamdulillah, yaxshi hammasi. Sho'rvasini ham suzdik, o'zini ham suzdik. Inshaalloh keyingi safar yana bir tansiqroq bir ovqat qilishga harakat qilamiz. Alloh panohida bo'linglar. Alloh tez kunlarda hammanglarni chaqirsin baytiga inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh va mag'firatuh.